Assalomu alaykum hammaga. Bize navbatdagi ko'makatili turgan xonadonimizga geldik. Bu xonadonimiz Xonqoda ekan, Xonqo Jilmiz. Xonqo Katta Jilmiz. Katta Jilmiz. Nurobod mahallasi ekan. Fidokorlar ko'chasi 58-uy. Adınız kim edi ağa? Bemehmet. Bemehmet ağanın uyuna geldik. Bu ağamız bizlere bir 15 gün elden müracaat etti. Bugün bitirip tapşırdık. Bu xonadonimizga 28 milyon 700 ming so'm pul chiqdi. Hamma o'zlarimizdan bo'ldi. Shunday beni zamonaviy batareyalarni qo'yib, demir sistemadan qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Bu xonadonimizga 105 tane batareya ketdi. 32likdan 30 metr, 25likdan 50 metr. Shunday beni demir sistemadan Shunday beni polni teylarini bu yoqdan olib o'tdik. Kime shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Podachi turbasi bu xonadan keldiğine. Şu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamasanızlar. Yine inshi ne oxirgi tochka yine ağa inshi batareyani ushaversangiz. 9'a 5 xona Yine 9'a 5 xona. Inshi batareyani ushavering qizib mekan ağa. Allah qo'lchilar. Etken işimiz ma'qulmi ağa? Ma'qul. Esa şu otabliniyaga 1 yilgacha garantiya ağa. Nov kamisi bo'lsa bemalol murojaat etaverasiz. Sizden 5 milyon so'm avans olvadim. İşin oxirida minus etdimmi? Avans. Yine hamyurtlar görüp dursalar, iloji bo'lsa avans, yana ishni ko'rmay borganda avans bermekka qiynalmanglar. Sebebi bu ikki odamning o'rtasida shartnoma hisoblanadi. Shunday buni qo'ldan kelgancha akkuratni etib, bu yoqdagi yana xonasini ham batareya qo'yib berganmiz yana. Shunday buni demir sistemadan akkuratni etib o'tirdik. Endi sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan teplo shavat kotyolini ko'rsatib o'tsam, xudo xolasa hozir endi kuxnisidan ham bir batareya qo'ydik. Kuxnisida ayollari borni ko'rsatmadim. Kotyolimiz o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan teplo shavat kotyoli. Gradusimiz ham 70 gradusda. Shuni bilan xudo xolasa bu yerdagi ishlarimiz ham o'z yakunina yetdi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Yine kotyolimizni ishlab turishi. Shunday deb yine chiroyli bo'lib yonib turaveradi. Bizni samotok aylanib turibdi. Hozir siz nasiz samotok. Xudo xolasa yine nenam ochib berib samotyoqqa qo'shib berdik. Yine reshetilni baqlanam qo'yib akkuratni etib ishladik. Shuni bilan bu videodagi ishlarimiz ham o'z yakunina yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.